Hammaga do'stlar, sizlar bilan men yana Fenzo. Do'stlar, bugungi videomizda do'stlar YouTuberlarga kerakli top 5 ta modlar ko'rib chiqamiz. Sizlarning videoga like bosib, albatta men kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar. Qani unda men boshladim. Top birinchi modimiz do'stlar, mana mashina modi bo'ladi. O'zbek Jiguli do'stlar. Bu Jiguli nima qilaman desanglar, judayam sizlarga yoqib qoladi. Qani do'stlar, buni plus tomondan shuni yonga turib bosib tuksalagan va urib olibdi. Mana ko'rdilarmi do'stlar, ish ochilar ekan. Shuni yonga yana bitta bosib turasizlar, mana havo o'zi o'tiradi. Yurmaydi lekin, chunki bu do'stlar prostoy modasi bo'lgan. Kaltini olasizlar. Hop, burasizlar. Endi yuborasizlar. Gitti. Ko'ryapsizlar do'stlar, sizning cho'chqalarni urib ketamiz. Qoch bu yerdan. Hozir bangillatamiz shuni. Anamasi urilib ham ketdi. Mana chinog'irlar chiganisi gapi. Tezlik bitta pechkalari bu ishi arqajoy. Bu mashinaga do'stlar, sizlar Minecraftda do'stlar, men bilan ularni bo'ylasanglar 4 kishi o'tirsa bo'ladi. Bu YouTuberning maskaga do'stlar, shuni dekoratsiyalari hozir sizlar ko'rsatsalar, eshigini qo'yadi. Eshigi ham yopiladi. Hozir bunday qilamiz. Ochamiz. Hozir birinchi bagajdan ko'rib betoch. Stop. Normally. Mashina xizmat kerak. Ochil. Kapot ochil. Mana bagajni ochamiz. Aytgancha uni o'tatmasdan qilsam bo'lmaydi. Shuni esimdan chiqib qolibdi. Menimcha o'tab oladi. Bo'ldi. Endi hozir ko'ramiz. Mana shu dvigatel do'stlar ichiga qo'ysanglar bo'ladi. Va ana aytgan do'stlar, buni mana faralarini yoqib cheksanglar bo'ladi. Ko'ramiz. Mana do'stlar, ko'rib olinglar. Endi buni qaranglar, ko'ryapsizlar. Mana ko'ryapsizlarmi do'stlar, dekoratsiyani boplab olgan. Xullas do'stlar, endi ikkinchi mod. Bizda ikkinchi modimiz bu juda ham YouTuberlarga video, chunki real mod. Buni qaranglar do'stlar. Bu zombi nima sizlarga g'alati tuyulyapti do'stlar. Zo'r tuyulyapti. Qaranglar buni. Buni qilyapmiz. Yig'ib. Qaranglar do'stlar. O'lsa nima bo'ladi? Hatto qonchalar ham shular. Ayog'ini qaranglar. Hozircha turib yo'q bo'lib ketadi. Creeper qaranglar. Yo'q, buni ko'rsalarni qotasizlar. Buni qaranglar. Yo'q, nima bu? Real hayotdamiz. Jitelda qaranglar deysizlar. Yugurib qo'yishni, quvlash. Buni qaranglar. Qoshi ham qimirlay qo'rqsa. Zombi ko'rinsinmi? O'sha qimirlarni nimadir sotib bo'ldi. Aytgancha do'stlar, bu modlar men Telegram kanalimga tashlab qo'yaman. Telegram kanalim bo'lsa silkada va kanalimning описаниесida. Yana video jitelam oldi. Mana olinglar sizlarga. Xullas do'stlar, bu modlarni men shunday tashlab qo'ymayman. Mayli like so'ramayman. Men shundayligicha do'stlar tashlab qo'yaman. Faqat bu modlar ishlashini oldin eksperimentlar yoqib qoldiringlar. Bo'lmasa hech bir ishlamaydi. Xullas, endi keyingi modimiz do'stlar, top 3-modimiz mana do'stlar. Qurollar modi.
Shunaqa do'stlar, mo'bila vakillari urib o'tirmaslar, shunaqa o'ldirib o'tirmaslar. Oldiga borsizlarda teng hisob o'qlab olayman. O'qlab olish kerak do'stlar mana. Qanday o'qlaymiz desam, ikki qo'yasizlar. Buni ikki qo'yasizlar. Va mana bitta qilasizlar. Hisobi qaysi edi? Bo'chi. Mana o'qlan. O'q tugamabdi, otalmabdi. Ozotam. Otal. Va ana do'stlar, bo'ldi. Va bu yerda mana shu qurollar oldim do'stlar, menga yoqadigan qurollar shu lazer pistol. Mana do'stlar, buni o'qib, bu pistolni o'qib, bu akim mana va bu baqa. Ikkala pistolni ham o'qiman. Buni golden qiladi do'stlar. Mana youtuberlar ko'pincha mana shu miltiq modlardan ishlatadi. Ajoyib albatta mana biskletda kamonim kelib bordim, kamon qaranglar do'stlar. Yo WhatsApp buni olamiz. Ana. Otsa bitta o'lmaydi do'stlar, lekin. Xullas do'stlar, endi top 4-modga o'tsak. Bu mod do'stlar youtuberlarga juda ham kerakli mod. Albatta bu mazas. Albatta bu do'stlar tirs tugmalar ko'rinmas qiladigan mod do'stlar. Mana tugmalarim yo'q. Hamma do'stlar Java. Pashti Java desam bo'laveradi do'stlar. Mana bunday yoniga ketdi. Mana uni o'zi yonmadi. Yu boshligini kollasidan katta 3 skletga bo'lsa bo'ladi. Do'ppini qalay sklet? Qana, jonsiz otib qo'yapti. O'yin yashapsan, qurolni olaymi? Sen qo'rqmabsan yaqin cho'naq. Qalay. Do'stlar mana tugmalar modini ko'rib turibsizlar mana. Tepada qayerdan sizlar do'stlar o'shanga bosargan. O'zi bossalar mana topib olasizlar mana. Buni shunaqa bosasizlar mana. Yana bossalar mana cheat kodlar kiradi va buni bossalar mana emotsiyalarga ham chiqadi do'stlar. Xullas do'stlar, endi top 5-mod sizlar kutgan vaqt qanamda ketdik. Do'stlar, hozir aytaman bu qanam modligini sizlar shunday deb yozinglar oldin. Funksiyon deb yozinglar va bitta qator tashab mana yozinglar orqamdan. Log bu youtuberlarga juda ham kerakli. Pastki chaqcha qilasizlar, yana bo'lmasam bo'lmaydi va mobis deysizlar bo'ladi. Endi do'stlar qaranglar. Albatta bu morph modi do'stlar. Xohlagan hayvonlarga aylanib olishingiz mumkin. Mana masalan Enderman. Buni oddiy Enderman emas, oddiy Enderman bu yubormasizlar do'stlar, qaranglar. Hozir men vizual rejimiga o'tkazib, buni foydali tomonlari joni ham ko'p ekan. Qaranglar, yoniga kelsa mana survivaldan urma, hammani qo'ldagi mana. Hop, teleport bo'ladi albatta. Faqat qo'llaring yetgan joygacha bo'larkan teleport. Buni o'xshaydi lekin quvlaydi. Urgan kelyapti, bilasizlar do'stlar. Bittasini ko'ring, to'dalash kelar. Xuddi pigmanlarga o'xshab. Ana buni yonga bittada yaqinlashamiz. Yana bitta buni pavukga uramiz. Bu atak pavuk yomon lekin. Qani? Pavuk. Zo'r narsa qilamiz do'stlar. Ursin. Ve urmoqchi bo'lganda pavukga ketaveramiz. Pavuk kelib boshlayapti. Mana hop. Mana do'stlar. Obunachilar, bugungi video shulardan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Hammaga xayr, ko'rishguncha sizlar bilan Fenza bo'ldi.